Tasavvur qiling, siz 5 yil birga yashagan bir kuni uyga kirib keladi va shunday deydi: "Qarz muammosini hal qildim. Hamma narsa yaxshi bo'ladi." Lekin u bu gapni aytganida ko'zlari sizga qaramaydi. Bir haftadan keyin tasodifan topgan bir qog'oz hamma narsani o'zgartiradi va siz tushunasiz, eringiz qarzni pul bilan emas, boshqa narsa bilan to'lagan. Bu hikoya Malika ismli ayol haqida. U 34 yoshida edi. 2 farzand onasi va u oylarda oilasi mustahkam, eri ishonchli, hayoti to'liq. Lekin hayot ba'zan eng yaqin odamlarimizning sir yuzini shafqatsizlarcha ochib tashlaydi. Bugun biz faqat Malika haqida gapirmaymiz. Biz ishonch, qarz va oiladagi hissiy jaroh haqida gaplashamiz. Chunki bu hikoya faqat bitta oila haqida emas, bu ko'p oilalarda yashirincha sodir bo'layotgan haqiqat haqida. Malika Toshkent yaqinidagi kichik shaharchada o'sgan. Otasi ishchi, onasi o'qituvchi. Oddiy, mehnatsevar oila. U 28 yoshida Jasur bilan turmush qurdi. Jasur ko'rinishda jozibali, so'zda ishonchli, ammo ichida zaif bir odam edi. Moliyaviy masalada u doim impulsiv qarorlar qilardi. Bugun kredit olib yangi telefon, ertaga do'stlari bilan qimor o'yiniga pul sarflab. Malika buni bilardi. Lekin u sevardi. Va sevgi ba'zan ko'zni yumib qo'yadi. Ular turmush qurishganidan 2 yil o'tib, Jasur kichik biznes boshladi. Avvaliga hammasi yaxshi ko'rindi. Lekin biznes o'smadi. Qarzlar ko'paydi. Birinchi yili Malikaning onasidan qarz olishdi. Ikkinchi yili bank krediti. Uchinchi yili esa do'st. O'sha do'st Sardor. Jasurning 10 yillik eski do'sti. Yaxshi libosli, chiroyli mashinali, ko'rinishda saxiy. Malika uni bir necha marta ko'rgan, ammo hech qachon yaqin bo'lmagan. Sardor ularga 30 million so'm qarz berdi. Shartlarsiz, qog'ozsiz. Shunchaki do'stlik uchun. Malika bu paytda ikkinchi farzandiga homilador edi. U oilada qarz qaytariladi, hayot o'z yo'lida ketadi. Lekin Jasurning biznesi yana yiqildi. Qarz ortib bordi. Va bir kuni Jasur uyga kasal ko'rinishda qaytdi. O'sha kecha Malika bolalarni uxlatib, kir yuvmoqchi bo'lib Jasurning cho'ntagini ko'rdi. Odatda u bunday qilmasdi. Lekin Jasurning kiyimi galati hid tarqatardi. Begona uy, begona parfumi. Cho'ntakdan bir kichik qog'oz tushdi. Unda faqat bitta gap yozilgan edi. Qarz yopildi. Sardor. Malika dastlab sevinmoqchi bo'ldi. Lekin nimadir to'xtatdi uni. Ertasi kuni eridan so'radi: "Jasur, qarz to'landimi? Siz qanday to'ladingiz? Bizda pul yo'q edi-ku." Jasur ko'zlarini yon tomonga oldi. Shunday dedi: "Do'st bilan gaplashdik. Hal bo'ldi. Ortiqcha savol berma." Bu javob Malikani qoniqtirmadi. U bir hafta kutdi. So'ng Sardorning xotiniga, Nodiraga qo'ng'iroq qildi. Ular bir necha marta uchrashgan edi. Nodira yaxshi ayol edi, ochiq ko'ngil. Nodira telefonda biroz sukut qildi. Keyin shunday dedi: "Malika opa, men bu ishlardan xabardor emasman. Lekin ehtiyot bo'ling." Bu 3 so'z, ehtiyot bo'ling, Malikaning dunyosini ag'darib yubordi. Keyingi haftalarda Malika kuzatdi. Jasur Sardor bilan tez-tez uchrashardi. Ba'zan kechgacha qaytmasdi. Va qaytganda jim, sovuq, o'z dunyosida. Bir kuni Malika Jasurning telefoniga tasodifan kirdi. U parolni bilardi, tugilgan kunidan. Unda Sardor bilan yozishgan xabarlarni ko'rdi. Xabarlar biznes haqida emas edi. Xabarlar shantaj edi. Sardor Jasurga yozgan edi: "Agar pul bo'lmasa, sen bilgan narsa emas bu. Sen men qirst. Va qarzdor odamda tanlov bo'lmaydi." Jasur esa javob bergan edi: "Hammasi to'g'ri bo'ladi. Men so'z berdim." Malika telef. Qo'llari titrardi. Erining bergan so'zi qanday so'z edi bu? Nima to'g'ri bo'lishi kerak edi? Va eng dahshatli savol, bu so'zda Malikaning o'zi ham bordimi? Bir daqiqa to'xtaylik. Siz o'ylayapsizmi, bu faqat Malika bilan sodir bo'lgan? Faqat bitta oila. Psixologlar va oila maslahatchilari ushbu muammoni hissiy garov deb atashadi. Bu holat nafaqat moliyaviy bosim ostida, balki ishonch inqirozi sifatida namoyon bo'ladi. Ko'p oilalarda qarz faqat raqam emas. U munosabatni, hurmatni va ba'zan sharafni ham o'z ichiga oladi. Davom eting. Chunki hikoyaning eng og'ir qismi hali oldinda. O'sha kecha Malika Jasurni gapga tutdi. Uzoq, og'ir suhbat bo'ldi. Avvaliga Jasur inkor qildi. Keyin jimib qoldi. So'ng yig'ladi. Bir erning yigishi, bu ba'zan haqiqatdan ham og'irroq bo'ladi. Jasur aytdi: "Men shunday ahvolga tushib qoldimki, chiqishi oli ko'rinmadi.
Sardor menga bosim o'tkazdi. Yov miyant eski bir sirini bilardi, yoshligimda qilgan bir xatoni. Va u dedi, yo pul, yo sir ochiladi. Men qo'rqdim. Oilam buzilmasin deb qo'rqdim. Seni, bolalarni yo'qotmayin deb qo'rqdim. Malika so'radi, va sen nima qilding? Jasur javob bermadi. Lekin Malika allaqachon tushungan edi. Jasur Sardorning uyiga, uning shartlariga va uning do'stlik niqobi ostidagi manfaatiga bo'ysungan edi. U o'zini va bilvosita oilasini qo'lga bergan edi. Malika o'sha kecha yig'lamadi. Bu galati edi. Chunki ko'z yoshlari ham ba'zan shunchalik lol qoladiki, chiqolmaydi. U faqat shunday dedi: Jasur, sen qarzni pul bilan emas, o'zingni berib to'lashga harakat qilding. Va bu jarayonda meni ham sotding. Bu gap Jasurni ikki bo'ldi. U yerga qarab uzoq o'tirdi. Keyin shunday dedi: Men noto'g'ri yo'l tutdim. Lekin men oilani saqlamoqchi edim. Malika javob berdi: Oilani saqlamoqchi bo'lgan odam oilasining oldiga chiqadi. Yolg'iz hal qilmaydi. Sirdoshlik, bu ham oiladagi ishonchning bir qismi. Bu gapdan keyin xonada uzoq sukut bo'ldi. Va o'sha sukutda 5 yillik nikoh siniqdi. Ko'p ayollar bu joyda yo'q bo'lib ketadi. Qotib qoladi. Ba'zilari sukunatda davom etadi. Faqat bolalar uchun, faqat jamoat uchun. Malika esa boshqa yo'l tanladi. U avval psixologga bordi. Bu uning hayotidagi birinchi to'g'ri qaror edi, o'zini tanlash. Psixolog unga shunday dedi: Siz qurb emassiz. Siz qaror qiluvchisiz. Bu gap oddiy eshitiladi. Lekin Malika bu gapni eshitmak beyil kerak yordi. Ikkinchi qadam, u Sardorning xotini Nodiraga yana qo'ng'iroq qildi. Bu safar to'g'ridan to'g'ri so'radi: Nodira, siz nima bilasiz? Nodira bu safar jimib qolmadi. U aytdi: Sardor bir necha oilaga shunday qilgan. U odamlarga qarz berib, keyin ularni o'z manfaati uchun ishlatadi. Men uning bu tomonini bilib qoldim va men ham qo'rqaman. 2 ayol, 2 og'ir yuk, 2 xil jarohat. Malika Nodiraga dedi: Biz ikkovimiz ham qo'rqqanimiz uchun jim turganimiz bu odamga kuch berdi. Agar jim turmasak, uning kuchi tugaydi. Nodira bir hafta o'yladi. Keyin Malikani qo'llab-quvvatlashga qaror qildi. Ular ikkovlari yurist yordamida Sardor ustidan rasmiy ariza berishdi. Qo'rqitish shantaj asosida. Bu jarayon oson bo'lmadi. Lekin ular jur'at qilishdi. Jasur ham birinchi marta hayotida o'z xatosini tan oldi. U Malikadan kechirim so'radi. U bolalarining oldida yig'lab, men sizlarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, o'zimni yo'qotdim, dedi. Malika kechirish yoki kechirmaslik haqida darhol qaror qilmadi. Chunki kechirish bu bir daqiqada bo'ladigan narsa emas. Bu vaqt, ish va ko'p ko'z yoshi talab qiladigan yo'l. Endi bir lahza to'xtaylik va bu hikoyadan nima o'rganishimiz mumkinligini ko'rib chiqaylik. Birinchi sabq, qarz faqat moliyaviy muammo emas. Ko'p oilalarda qarz olinadi, lekin bu qarzning narxi nima ekanligini hech kim o'ylamaydi. Qarz bir tomonlama qaror bo'lmasligi kerak. Er va xotin birgalikda bilishi va birgalikda hal qilishi kerak. Jasurning xatosi qarzni yashirgani emas, faqat uning asosiy xatosi Malikani sherik sifatida ko'rmaganida edi. Ikkinchi saboq, sirni saqlayman degan qo'rquv eng xavfli tuzon. Jasur qo'rqdi. Eski sir ochilmasin deb, bu qo'rquv uni Sardorning qo'liga berdi. Ko'p odamlar shunday yashirincha qo'rquv ichida yashaydilar va bu qo'rquv ularni boshqalarga qul qilib qo'yadi. Psixologlar bu holatni emosional blackmail, hissiy shantaj deydi. Uning asosi: men sening sirini bilaman, shuning uchun sen menga bo'ysunasan. Bu oddiy ko'rinadi, lekin uning oqibatlari oilalarni parchalaydi. Uchinchi sabq, 2 ayolning kuchi. Malika va Nodira ikkovlari ham qurbon edi. Lekin ular bir-birini topganda kuchga aylandi. Bu hikoyada eng muhim nuqta: jim turish zolimga kuch beradi. Malika sozlab olgani, Nodira unga qo'shilgani, bu oddiy karar emas edi. Bu jasorat edi. 4-saboq, kechirish zaiflik belgi emas. Malika Jasurni kechirdi, lekin bu darhol bo'lmadi. Ular 1 yil oila terapiyasiga qatnashdi. Jasur o'zini o'zgartirish uchun haqiqiy harakat qildi va asta-sekin ular oilani qayta qurdi. Lekin bu faqat Jasurning harakati bilan emas, Malikaning o'z kuchini topgani bilan bo'ldi. 5-saboq, do'st niqobi ostidagi manfaat. Sardor Jasurga do'st vas. Lekin haqiqiy do'st boshqani zaif paytida shantaj qilmaydi. Haqiqiy do'st shartlar qo'ymaydi. Hayotingizda bunday do'stlar bormi?
Ularning saxiyligi sizga qimmatga tushayotganmi? Bu savolni og'zingizga bering. Malika bu. Gun boshqa ayol. U endi kuchli, nafaqat sabr bilan, balki o'z ovozini topgani bilan. Jasur esa xatosini tan olgan, lekin osonlik bilan emas, azob bilan, uyat bilan va ko'p ko'z yoshi bilan. Sardorning ishi suddenlik ko'rildi. Natija, o'zingiz taxmin qiling. Lekin bu hikoyaning eng muhim xulosasi sud emas. Eng muhim xulosa shuki, oilada sir zahardir, qo'rquv qullikdir va jim turish zulm uchun ruxsatnomadir. Agar siz bugun Malikaning o'rnida bo'lsangiz, yoki Jasurning o'rnida, biling, chiqish yo'li bor. U yorug'likka qarab, o'zingizni tanlab va birorta ishonchli ovozga murojaat qilib boshlanadi. Psixolog, oila maslahatchisi yoki ishonchli do'st, bular zaiflik emas, kuch timsoli. Malika hayoti bo'yicha shunday dedi bir kuni: "Men o'sha kecha oilam yiqildi deb o'yladim. Aslida, men o'sha kecha o'zimni topdim." Siz ham o'zingizni topishingiz mumkin. Har doim. Agar bu hikoya sizga biror narsa hissettirgan bo'lsa, like bosing. Bu biz uchun katta motivatsiya. Komment yozing, hayotingizda ishonch va qarz mavzusida qanday fikrdasiz? Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasi pastda. Har hafta shunga o'xshash chuqur va hissiy hikoyalar chiqaramiz. Ko'rishguncha, o'zingizni asrang, oilangizni qadrlang.